Assalomu alaykum. Og'ir yengil texnika haydagan aka-ukalarimizga mana yangi elektr pogrushchi kirib keldi. XMG og'irligi 19,5 tonna. 3,5 kubali. O'zini zaryadga qiladigan shkoflarigacha bor. Balonlari 23,5 ga 25,5. Motori ikkita ekan. Elektron motor orqa qismida, oldi qismida. Juda ham chiroyli ishlangan, akkuratni ishlagan. Salonlari ham jostikli, elektronniy hamma narsasi. Orqa qismida mana motorning o'rnida juda ham katta batareya qo'yilgan, 8 soat ishlar ekan. Bu zaryadni qiladigan ustroystvasi. Xudo xolasa O'zbekistonga birinchi kirib kelishi. Xitoyda bunaqa pogrushchilar ham, ekskavatorlar ham elektron chiqib ketgan. Bizga endi kirib kelyapti. Kuzatishda davom etsanglar, xudo xolasa ishlash jarayonlarini ham ko'rsatib beramiz.